Finkelerden yangilik bormi degan mijozlarimiz uchun yangilikni zo'rlarini bosib tashamiz. Bemalol kelaverasizlar. Durishini qaranglar, birinchi rasvetkamiz. Rasvetkani zo'riq, hakka rasvetkalardan biri bo'ladi. Zamoqlar akurat ishlangan materiallar qaranglar. Yumshoqqina kiygan vaqt komfortni sezib turaverasizlar. O'shada poloskalari tushirilgan. Shu bilan yana ko'rtirmaslik dizayni mo'sha chiqqan. Bu birinchi rasvetkamiz, to'g'rimi? Ikkinchisiga keladigan bo'lsak, aynan shuni chomdan siniy rasvetkasi bo'ladi. Bundan bilan oq poloskalar tushib, kombinatsiyaviy taxlab ko'pmiz. Va albatta o'zlarimiz yarki rasvetkani yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun yarki rasvetkasi ham kelgan bo'lar. Chalon jinsi dislam, chalur dislam taxlimiz xudo xolasa. И plus yana bir siniy variantimiz bor. Shuni qaranglar. Bu ham oq bilan kombinatsiyaviy ishlangan. Xullas, GS'da qolipini ko'rasizlar, dahshatda ketaverasizlar. Keyingisi Turkiyadan bo'ladi, Livalli durishini qaranglar. Neobычный rasvetkalari keldi. Nima deb aytiladi bu rasvetka? Kim biladigan bo'lsa, kommentariyada yozib ketsin. И plus xolasangiz ham buni to'shchina qop-qora rasvetkasi ham kelgan. Korishniy bilan shunday poloskalar tashalib, akuratna tip taxlanib turibdi. Va albatta yana bir rasvetkamiz, parlament rasvetkamiz bo'ladi. Oq bilan kombinatsiyaviy ishlangan. Buni materialni o'sha vaqtda sifatini tushunib olaverasizlar. Yarki harakat desangiz, shunday ochiqroq korishniy rasvetkasi ham sizlar uchun taxlab qo'yamiz. Razmerlari M dan 3XL bo'ladi. Narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada narxda keting, o'zimiz javob beramiz. O'zbekiston bo'yicha dostavka ham qilib beraveramiz.